Assalomu alaykum. Tuzukmisizlar? Sog' salomat. Mana bu gullarni qaranglar. Qish fasli ham keldi. Gullarimizni uyga olib kirdik. Uyga olib kirganimizdan keyin to bahorgacha ko'pchilikning gulida muammo bargi to'kilib ketadi. Faqatgina mana shu kaltakchasi qoladi. Men buni suyab qo'ydim, otopleniyani issiq urmasin deb. Ko'rishlaring mumkin. Mana shunaqa to'la, chiroyli, yam-yashil qilib bahor fasliga olib chiqish uchun derazadan yetarlicha yorug'lik kirib tursin gulga. Bu bir. Ikkinchidan aspirin, ugolniy tabletka ishlating. Boshqa dorini ishlatmang, foydalanmang. Mana ko'rishlaring mumkin. Bu hozir pakoy davrida o'sishdan to'xtadi. Bu dam olyapti bu gul. Bunga bitta sharoit vaqtida, o'z vaqtida, me'yorida chanqagan suv berasiz va derazadan yetarlicha yorug' tushsin. Bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Barglarini 1 hafta 10 kun, uzab ketsa 2 haftada yumshoq matoda arting yoki sprey qilib turing. O'ta otopleniyani issig'i ham bunga urib kerak. Ana o'shanda gullaringiz bahorgacha xuddi shunday, bundan ham chiroyli bo'lib chiqadi. Sizga ajoyib maslahat. Like, komment kutib qolaman. Menga obuna bo'lishni unutmang.